Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz bir katakning ichidagi ma'lumotdan kerakli qismini ajratib olish. Demak, bizda jadval bor va shot faktura nomerlari bor. Shot faktura nomerlari ayrimgi korxonalarda shunaqa bir yilni oxirini, tartib raqamini va boshiga biron nima qo'yish bilan ifodalanadi. Shunda bizga iminni shu qismi kerak. Qanday olib o'tamiz? Yangi funksiyalar bilan bu juda oson, ya'ni text do text postli funksiyasi bor. Birin-ketin ko'rib chiqamiz. Demak, text do bu bo'luvchigacha bo'lgan ma'lumotni olib chiqib beradi. Ya'ni katayni beramiz, разделитель bizda slash и mana enter. Text postli bo'lsa, bo'luvchidan keyin. Endi bu probel mana. Agar ikkalasini birga ishlatsak, bizga matnda olib chiqib beradi. Va buni tartib raqam bo'lgani uchun boshiga значение funksiyasini qo'yamiz, bizda raqam bo'ladi. Ana. Endi biz bu funksiyalar yo'q bo'lsa nima qilamiz? Text do va text postli funksiyalar bo'lmasa, biz pstr funksiyasi yordamida kerakli ma'lumotni olib chiqib olsak bo'ladi. Buning uchun biz text o'rniga kerakli katagini belgilaymiz. Nechinchi simvoldan boshlab degan savoliga javob beramiz. 3-dan reshotka probel i boshlanyapti. Nechta? Hozir 4ta. Endi bu yerda 3ta. Bu umumli tablitsa bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti, lekin bunaqa ketishda biz har bittasini to'g'rilashimizga to'g'ri keladi. Nima qilamiz buni? Poisk funksiyasi bor. Poisk funksiyasi izlanayotgan simvolni matnda ichida nechinchi o'rinda turganini chiqarib beradi. Probelimiz 2-o'rinda turibdi. Bo'luvchimiz slash 7-o'rinda turibdi. Bizga shularni orasidagi kerak. Ya'ni 2ga 1 qo'shib 7dan buni ayirsak, mana. Va buni biz aytamiz. Pstr text boshlang'ich bu 3 va nechtasi bu 4. Mana. Buni значение ichiga tiqadigan bo'lsak, bizda tayyor shu funksiyani o'rnini bosyapti. Endi kelinglar, полностью hamma funksiyani ichiga olib kiramiz. Demak, bizda pstr da ikkita qo'shimcha ustunlarni belgilayapmiz. Bunisi va bunisi, boshlang'ichi va nechtaligi. Boshlang'ichda esa ikkitani olib kiryapmiz. Bu boshlanishi va ikkinchi masala. Bu funksiyani olamiz, ko'chirib turib, mana ayirayotgan joyiga qo'yamiz. Ya'ni 7dan 3 ta ayiryapti. Mana. Endi 3ni ham olib matematik to'g'ri bo'lish uchun qavs ichiga olib kirib qo'yamiz. Endi bizga uy hikoyasi kerak emas. Biz endi birma-bir yana formulalarni ichiga kirib chiqamiz. Bu funksiya bizga
bu yerda kerak. Va bu funksiya bizda bu yerda kerak. Endi bu katta funksiyamiz значение ichida kerak. Mana qarabsizki, kerakli diapazondagi simvollarni olib chiqib oldik. Agar mavzu yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Izohlarda o'zingizlarning fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.